Bugun 6 noyabr sanasida tug'ilgan, qaddidan-da qadri baland bo'lgan qadrlilarim, qadrdonlarim, shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Yurgan yo'lingizda omad yor bo'lsin. Qayda bo'lsangizda vaqtingiz sho'x bo'lsin. Qalbingizdan ezgulik joy olsin, tavallud kun muborak bo'lsin. Yo'lingizga to'shasin bor orzular, dilingiz hech ham armon bilmasin. Joningiz sezmasin xasta neligin, tavallud kuni muborak bo'lsin. Quvondim bugun quvonchingizdan. Garchi gul-u sovg'alar tutolmasam ham, ajralmang hech baxt u quvonchingizdan, tavallud kuni muborak bo'lsin. Sizga tilaklarim hali ko'p bisyor. Baxtingiz gullasin go'yoki bahor. Ko'nglingizda qolmasin zarracha g'ubor, tavallud kun muborak bo'lsin deya Tabriklar TV teleradio loyihasi ijodkorlari barchamiz nomimizdan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Alloh umringizni ziyoda qilsin, har bir kuningizda o'zi sizga madadkor bo'lsin deymiz. Agarda sizni ham ushbu 6 noyabr sanasida tug'ilgan yaqinlaringiz bo'lsa, biz ularni tabriklab beramiz. Unutmang, birgina jonli qo'ng'iroq ularni hayotida unutilmas xotiraga aylanadi. Tabriklar TV teleradio loyihasi esa qalblardan qalblargacha yetib boruvchi unutilmas loyihadir. Murojaat uchun 444 33 11 raqamlarga bog'lanib, hoziroq o'z joyingizni band qilib qo'yishingiz mumkin.